inson uchun eng katta boylik. Zamonaviy tibbiyot esa sog'liqni saqlash va tiklashda muhim ahamiyatga ega. Bugun biz sizlarni samarali davolash, yuqori malakali mutaxassislar va eng zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan Sanatrix klinikasi bilan tanishtiramiz. Sanatrix klinikasi bu yuksak tibbiy standartlarga javob beradigan zamonaviy diagnostika va davolash usullarini o'z ichiga olgan tibbiyot markazi. Bizning klinikamizda aynan shu lor sohasiga aloqador, ya'ni bemorlarimizga ancha qulay sharoitlar yaratib berganmiz. Ya'ni lor kombайн, ya'ni endoskop orqali tekshiruvlarni zamonaviy usulda amalga oshirib bormoqdamiz. Bundan tashqari klinikamizda shu operatsiyalarni ham lor sohasiga aloqador yana boshqa xirurgik yo'nalishdagi, ginekologik yo'nalishdagi operatsiyalarni ham zamonaviy usullarda amalga oshirib bormoqdamiz. Klinikamizda yana laborator tekshiruv usullari, undan tashqari MSKT orqali tekshirish usullari, ya'ni apparatlar hammasi yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari yana kasallarimizga statsionar sharoitda davolanish uchun palatalar mavjud. Hammasi shart-sharoitlar juda yaxshi ta'minlangan. Klinika turli tibbiy yo'nalishlarda xizmat ko'rsatadi. Jumladan, kardiologiya, ginekologiya, nevrologiya, endokrinologiya, laboratoriya diagnostikasi, xirurgiya va fizioterapiya, kompyuter tomografiyasi, UZI diagnostikasi, lor, urologiya. Sanatrix klinikasida ish faoliyatini olib borishim davomida biz bemorlarga asosan o'sha endokrin kasalliklar, aholi orasida juda ham ko'plab hozirgi kunda qiynab kelayotgan kasalliklar qand diabet va uning asoratlari, ortiqcha vaznlilik va semizlik, ayollarda gormonal buzilishlar faoliyati, hozirgi kunda yosh oilalarda juda ham ko'p buzilishga sabab bo'layotgan bepishlik masalalari asosiy ko'riladigan mavzulardan bo'ladi. Va murojaatlar juda ham ko'p. Chekka tumanlardan ayniqsa bu mavzuda murojaatlar ko'p bo'lyapti. Bu muammolarni hal qilish uchun klinikamizda hozirgi kunda zamonaviy apparaturalar orqali gormonal tekshiruvlar, o'sha qon tahlillari, instrumental tekshiruvlar, hatto kompyuter tomografiya tekshiruvlari bor, oxirgi zamonaviy turda ishlab chiqarilgan. Ko'proq bizga muammo tug'dirayotgan narsa o'sha aholimizni o'zining sog'ligiga nisbatan e'tiborsizligi bo'lyapti. Biz bu narsadan juda qiynalyapmiz. Nimaki bizni davolash tartibimiz bu endokrin kasalliklar bu terapevtik usulga kirgani uchun hozirgi kunda asosiy davolash tartibi aholini o'zini e'tibori bilan amalga oshiriladi. Masalan, bemorlar bizga 6 oyda yoki 3 oyda bir keladigan bo'lsa, qolgan paytda ular asosan o'zi uyda o'zi nazorat qilish davrida bo'lishi kerak bo'ladi. Bu oddiy semizlikdan hattoki qandli diabet, uning asoratlari, ayollarimizda mana bepushligi muammo bo'lib turganlardan buni hammasini tag zaminida o'sha sog'lom turmush tarzini bo'lmasligi, vaqtida dam olmaslik, vaqtida to'g'ri ovqatlanmaslik va o'zlariga yetarlicha e'tibor qaratmaslik bo'lib kelyapti. Buni ko'proq savol berish mumkin. E'tibor qaratganda nimaga e'tibor berishimiz kerak deydigan bo'lsa, birinchi o'rinda qilinadigan narsa shu kam harakatlilikdan cheklanish kerak. Vaqtida uxlash, vaqtida ovqatlanish va ovqatlanganda ovqat sifatiga e'tibor berish kerak. Hozirgi kundagi juda ham an'anaga kirgan yoki hamma o'zini ish tashvishi bilan bo'lib, vaqtida ovqatlanish emas, ko'chadan tayyor ovqatlardan iste'mol qilinadigan bo'lsa, tayyor ovqatlar moddasida tarkibida juda ham ko'p zararli oziq moddalar bo'lgani uchun, kuchli gazli ichimliklardan ko'p foydalanilgani uchun, masalan, har to'y marosimi yoki kichkina bir tadbirlarda ham juda ham ko'p shu kuchli gazlangan napitkalardan foydalanganimiz uchun sog'liqqa juda ham ko'p zarar beryapti. Ayniqsa bu o'sha gormonal buzilishlarga, undan tashqari tayanch a'zolari, suyak tizimida buzilishlarga olib kelyapti. Hozirgi kungacha mana shu klinikamizga murojaat qilayotgan bemorlarimizda masalan mana shu mavzularda tushuntirishlar olib boramiz va kelayotgan bemorlarimizga qo'ldan kelgancha xoh laboratoriya yoki tibbiy tomondan biz tibbiy ko'mak beryapmiz va bemorlarimiz ancha xursand. Tibbiyot sohasida xususiy sektorga keng imkoniyat yaratilgani raqobatni kuchaytirish va tibbiy xizmat sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ilgari bunday xizmatlar asosan stomatologiya yo'nalishida amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda xususiy klinikalar deyarli barcha tibbiy sohalarda faoliyat yuritmoqda. Zero tibbiy xizmatlarning qulayligi va sifati oshishi aholi salomatligi ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda millat genofondini mustahkamlash mamlakatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Bu borada Sanatrix klinikasi zamonaviy tibbiyot, shifokorlarning mehnati va bemorlarga g'amxo'rlik uyg'unlashgan maskan sifatida ajralib turadi.